بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bütkül hamdu sanalar alemlerinin Rabbi, aşu söyümlük Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'alaga xastur. Şundaqla en güzel durud salamlarımız Habibimiz, bizning söyümlük yolbaşçımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge xastur. Allah'ın rahmeti ve salami qiyomatgacha uningga ergashganlarga bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi vahiy panjarasi programmamizning 10-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parisini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Biz o'tgan soatdagi 9-sonimizda diqqatingizda bo'lgan mavzu Sura Baqaraning 30-oyatidan 39-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisini diqqatingizga sunib, ya'ni shu oyatlardan bir qancha oyatlar diqqatingizda bo'ldi. Bugun ham o'tgan soatdagi tunji insonning qissasi haqida bir oz ma'lumotga ega bo'ldinglar. Bugun ham inshaalloh shu suralarning yana 30-oyatdan 39-oyatgacha bo'lgan bu oyatlarning sharhisi bilan yana davomlashtirib, oxirini davomlashtirib mangamiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Allah mundaq deydi: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Perişteler, yeryüzünün intizamını buzudığan, kan tüküdüğan birisini halip kılamsa, sana hamdu sana bilen tesbih eytişni ve seni uluğlaşni mana biz qilib kelyapmiz dedi. Periştelerinin bu sözüdün ma'lum ki, ular yoki shu chog'dagi amaliy ahvolga qarab, kelish oldida turgan maxluqqa, ya'ni insonga qarata shu xil qarashga kelgan. Yoki yer yuzida insonlardan ilgari yerlashtirilgan maxluqlardan egallagan tajribalariga asosan shu xil so'zlarni qilgan. Yoki balkim Alloh tarafdan berilgan oldin ko'rish iqtidoriga tayinib, kelish oldida turgan bu maxluqning qanday bo'ladiganligini bilgan bo'lishi mumkin. Va yoki yer yuzidagi insoniy hayotning taqozzolariga qarab, bu maxluqning tabiatini mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Shunga ular bu yangi maxluqning yer yuzida buzg'unchilik qiladiganligini va qon to'kadiganligini biladi. Yoki hech bo'lmaganda shunday bo'lish ehtimolligini his qiladi. Ular o'zining sap tabiati va pokligi sababidan mutlaq yaxshilikni va har jihatdagi tinch omonlikni tasavvur qila oladi. Shunga ular koinotning yaratilishida va vujudga keltirilishida faqat Allohga hamdu sano bilan tasbih aytish va Allohni ulug'lash maqsad qilingan. Bu vazifani farishtalar to'liq o'rinlamoqda deb tushunadi. Chunki farishtalar har doim Allohga hamdu sano aytish bilan uning pokligini bayon qilib turadi. Hech qachon Allohga itoat va bandachilik qilishdan bosh tortmaydi. Biroq yer yuzining ichki tashqi qurilmasida va uning ichiga hayotlik ko'chitining tikilishida rol o'ynayotgan intayin chunqur, inchki hikmat, tadbirlar ularga maxfiy edi. Allohning irodasi shuki, inson xalifa bo'lib, garchi ba'zida buzuqchilik teriydigan va qon to'kadigan ishlarni sodir qilsa-mu,
yanada Allah'ның iradesini ishqa oshirish uchun zaminni bo'ysunduradi, o'zgartib taraqqiy qildiradi. Az bir qism buzuqchiliklari bilan birlikda butun koinotga umumyuzlik o'rtaq bo'lgan har katta yaxshiliklarni avj oldiradi. Ya'ni Allohning bu poyonsiz koinotida to abad o'sib yetilish, madaniyatni izchil turda taraqqiy qildirish, to'xtamay buzish ham qurish, to'xtamay kurash qilish, to'xtamay izdinish, davomli o'zgarish va o'zgartish orqali eng katta yaxshiliklarni ham bayoshatliklarni maydonga keltiradi. Shunga butun g'ayb olamni bilguvchi va uningga ega bo'lguvchi Alloh taolo ularga javoban mundoq dedi: "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Va allama Adama al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin." قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ondan Allah Taala bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Ondan onlarını periştlerine körüstüp, eğer birer halife tayinlense, intizam bozulup ketidi deydigan qarışınlar doğru buladigan bolsa, qani bu şeylerinin namlarını aytib beqinglar dedi. Ular senin zatınla bütün kemçiliklerden pakdır. Biz faqat sen ata qilgan ilmga ega. Haqiqatan hammini bilguvchi va tushunguvchi sendan boshqa biri yo'qdir dedi. Allah: "Ey Adam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin" dedi. Adam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah: "Men sizlarga osmonlardagi va zamindagi sizlardan maxfiy yoki oshkora butun haqiqatlarni bilib turman. Sizlarning yushurganlaringlarni ve aşkarı kılganlarını mı bilip durman demigenmidim dedi. Mana qarang, şu tapda biz tefekkür közümüz bilen intayin yüksek alemdeki parlak nurlar arasında bir top periştlerini görüyatimiz. Mana biz bu yığılışta halifelik mertebesi ata kılıngan bu yeni mahlukның vücuduga Allah uğurlaştırgan kattı ilahi sırның bazı muhim kısmını görmektimiz. Bu sır insanların öz ufkumlarını isim koyup ifadeleş kabiliyetiga iyi kılınganlıqıdır. İnsanlar atalgı arkalıkla öz köngülidikini ifadeleydi. Atalgı'nın asli mahiyeti insanların ağzından çıkıdığan her xil talaffuzdan ibaret bulup, insan o arkalık körgen şeylerini, şəxslərini və his duyğularını ifadələb verirdi. Mana bu, insanın yeryüzüdəki hayatını qolaylaşdırış üçün ata qılınğan ən mühim iqtidarının birisi. Bunun nə qədər əvzəllikini düşünüş üçün biz navada insanın vücudida şeylərə isim qoyuş və onu işiltiş iqtidarı olmasa, bir-birini düşünüşdə və öz ara aloqa qilishda ular zada qanday qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'ladi ha deganni ozroq o'ylanib beqishimiz lozim. Agar shunday bo'lib qilib, inson birarsi bilan bir narsa haqida aloqa qilmoqchi bo'lsa, tushuntirish uchun shu narsaning o'zini akilib ko'rsatishga to'g'ri keladigan bo'lib qoladi. Agar biror xurma daraxiga aloqador masala bo'lsa, shu daraxtning o'zi mavjud bo'lishi, agar biror tog' yoki biror joyga aloqador masala bo'lsa, hamma odam shu tog'ga yoki shu joyga berishga to'g'ri keladigan va yoki biror kishiga aloqador masala bo'lsa, shu kishining o'zini hozir qilishga to'g'ri keladigan bo'lib qoladi. Qani o'ylanib beqing. Undaqda hammani qiyinchilik besib olgan va yashash intayin murakkablashib ketgan bo'lmamdi. Qisqasi,
Navoda Alloh taolo har narsani va har ma'no uqumni ism atalg'u qo'yish bilan ifodalash mumkinchiligidan iborat bu sirni ato qilmagan bo'lsa edi, inson ikki qadamni olg'a ilgirlayolmagan bo'ladi. Farishtalarga kelsak, ularning bu qobiliyatga ehtiyoji yo'q. Chunki ularning vazifasi bunda qobiliyatni taqozo qilmaydi. Shunga ularga bundaq iqtidor berilmagan. Allah Adamga bu sirni o'rgatib, farishtalarning oldiga shu narsalarni qo'yganda, ular narsalarning ismini atay olmadi. Ular o'xshash bo'lmagan shaylarga va shaxslarga ism qo'yib, so'z orqali osonlik tushuntirish mumkinligini bilmaydi. Shunga ular Allohga hamd va sano aytish bilan o'zining ojizligini e'tirof qildi. Va bilish iqtidorining Allah ularga ato qilgan ilm doirasi bilan cheklik ekanligini aytdi. Shunda qilib Alloh taolo Odam alayhissalomni ularga tanitdi. Natijada ular Allohning poyonsiz ilm hikmati tarafga yetaklangan bo'ldi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaybas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا Allah, men sizlarga osmondagi va zimindagi sizlardan maxfiy yoki oshkori butun haqiqatlarni bilib turman. Sizlarning yushurganlaringlarni va oshkori qilganlaringlarni bilib turman demaganmidim? dedi. Ondan farishtalarga Odamga sajda qilinglar deb hukm qilgan chig'imizda hammaylan sajda qildi. Mana yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan maxluqning naqadar hurmatlanayotganligiga qaramamdigan. Mana u farishtalardan ustun o'rinda turmoqda. Buning sababi birinchidan Allohning uningga Allohni tonish sirini ato qilganligi. İkinchidan, qaysi yo'lni xolasa, shuni tanlay oladigan iroda, ixtiyorga ega maxluq qilganligidir. Demak, inson tabiatining qo'sh taraflamaligi o'z yo'lini muayyanlashtirish uchun o'z irodasini ishlatish qudrati va o'zining kurash tirishchanliklari bilan insoniyatni hidoyatga yetaklash vazifasini mukammallashtirish qudrati qatorliqlar dal shu ulug' martabaning sirlaridir. Allah'ның bu muqaddas farmonini bajo keltirish uchun barliq farishtalar Odamga sajda qiladi. Mana bu yerda bu iflos maxluq mujassam bir shaklda namoyon bo'ladi. Alloh taolaning muqaddas dargohida turib, uning farmoniga osiylik qiladi. Butun fazilatlar egasi ato qilayotgan martabasini inkor qiladi. Bu iflos maxluq bo'yin tavliqda ching turganligi uchun uningga nisbatan aql idrokning butun darvozalari taqilib ketadi. Oyatning mazmun tartibidan ma'lumki, iblis farishtalarning orasida bo'lgani bilan amaliyotda farishtalardan emas edi. Navoda u farishtalardan bo'lgan bo'lsa, bo'yin tavliq qilishga jur'atmi qilmagan bo'lardi. Chunki farishtalarning belgilik xususiyati la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi din iboratdir. Farishtalarning xususiyati mana bundan iboratdir. Bu yerda shaytonning istisnoi shaklda shaytondan boshqa hammaylan sajda qildi deb tilga elinishidan qaramoqqa u farishtalardan birisidek bilinadi. Amaliyotda u farishtalardan emas, balki farishtalar bilan bir yerda turadigan bo'lg'achqa shunday shaklda tilga elingan. Arab tilida jaa banu fulan illa Ahmad, paloni qavmning hammasi keldi, faqat Ahmadli kelmadi deb ishlatiladi. Amaliyotda Ahmad u qavmdan bo'lmagan bo'ladi. Qur'onning yana bir yerida bo'lsa, intayin ochiq qilib shaytonning jinlardan ekanligi,
jinlarning o'tdan yaratilganligi bayon qilingan bo'lib, mana buningdan qat'iy holda bilib olishga bo'ladiki, shayton hargizmi farishtalardan emas edi. Undan keyin ko'z oldimizga tugumas jang maydoni keladi. Uningda iblisning vakili bo'lgan razillik bilan Allohning zamindagi xalifasi bo'lgan inson o'ttirsida uzilmas jang boshlanadi. Bu urush mohiyatda insonning iddia va qalb, vijdon maydonida elib beriladi. Uningda faqat Allohga qilgan aqidasiga mahkam esiladigan puxta irodaga ega kishilar utuq qozona oladi. Aksicha inson o'z nafsiga banda bo'lib mangan sari Allohdan yiroqlashib ketishga boshlaydi. Shuning bilan razil kuchlarning olg'a ilgirilib olishiga fursat yaratilgan bo'ladi. Alloh mundaq deydi: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ondan biz Adamga sen va xotining ikkinglar jannatda turinglar. Jannatda xohlaganinglardan keng tasha yeb ichinglar. Ammo bu daraxtga yaqinlashmanglar. Bo'lmasa zolimlardan bo'lib qolasizlar dedik. Ularga jannatning birli daraxidan boshqa barliq mevalari halol ham yo'lliq edi. Cheklangani faqat ashu birli daraxt edi. Balkim u daraxt yer yuzida inson uchun belgilangan cheklamalar tarafga qilinayotgan bir ishorat bo'lishi mumkin. Chunki cheksiz va shartsiz erkinlik bo'lmaydi. Uningsiz irodalik inson bilan irodasiz hayvonni ayrig'ilma bo'lmaydi. İnsonni sinashmi Alloh tarafdan belgilangan cheklama va ruxsatga rioya qilgan-qilmaganlikni ko'rish bilan mumkin bo'ladi. İroda erkinligi shundoq bir haqiqatki, u haqiqiy inson bilan padiga o'xshash o'tlab yurishni biladigan inson kabi hayvonlarni farqlantirib beradi. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Ahiri şeytan o ikkisini teyildirdi. Yani aşu daraxtga targ'ib qilish orqali bizning hukmimizga itoat qilishdan yiroqlashtirdi va turayotgan holatidan, ya'ni jannatdan chiqarg'izdi. Bu yerdagi ajoyib ifoda san'atiga qaramamdigan. Teyildirdi degan birli so'z ayni chog'dagi butun jarayonni suratlab bermoqda. Ko'z oldimizdan go'yo shayton ularni ittargancha jannatdan chiqarib o'tmoqchi bo'layotgandek, yoki tuyuqsiz ularning mazmut qadamlarini putlab yerga yiqitib tövanga tushirayotgandek manzarlar o'tishga boshlaydi. Bu yerda Odam alayhissalom bilan shayton o'ttirisidagi kurashning tunji tajribasi mukammallashidi. Odam alayhissalom o'z ahdisini unutib qilib, iblisning tayildirishi oldida ojiz keladi. Allah'ның hükmü haqiqatga aylanib, ilahiy taqdir mundaq jakarlanadi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduw wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Biz ularga hukm qilib, endi bu yerdan tushinglar. Sizlar bir-biringlarga dushman bo'lasizlar. Yer yuzida ma'lum vaqtgacha turasizlar va ne'matlardan bahramand bo'lasizlar dedik. Mana bu Odam bilan iblis o'ttirisidagi kurashning belgilangan joyda, ya'ni yer yuzida boshlanadiganligining va toki qiyomatgacha davom qiladiganligining jakosi edi. Odam alayhissalom yiqilgandan keyin o'zini ruslab o'rnidan turdi. Chunki yiqilgandan keyin o'rnidan turish insoniy tabiatning taqozzosidir. Amdilikda Allohning rahmati uni shafqat soyasi ostiga oladi. Allohning rahmat etigidan panohlangan va Allohning buzug'isida tiz cho'kkan har qanday kishini bu poyonsiz rahmat mangu o'z qo'yniga oladi. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
innahu huvat-tawwabur rahim. Adam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim elib tavba qildi. Parvardigori uning tavbasini qabul qildi. Chunki u haqiqatan nihoyatda afu qilguvchi va rahim qilguvchidir. Bu Alloh taolaning odam va butun odam avlodlari bilan tuzgan ahdisi edi. So'z tamomlandi. Odam zaminda Allohning huquqliq va erkin irodalik xalifasi bo'lib tayinlandi. Uningga baxtiyorlik yoki halokat yo'lini tanlash ixtiyorligi berildi. Qul nahbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Biz ularga dedik. Hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir hidoyat yo'l yo'riq keladi. Qandaqki kishilar uningga ergishir ekan, ularga hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Hamda qandaqki kishilar uni qabul qilishdan inkor qiladi ekan va bizning oyatlarimizni chetga qoqadi ekan, ular o'tqa tashlanadigan ahli do'zaxlardir. Ular u yerda mangu qoladi. Mana bu yerga kelganda mangulik kurash o'zining asli maydoniga, ya'ni yer yuziga yo'tkiladi va shu chog'dan boshlanib ketgancha bir lahzami to'xtamay davom qiladi. Shunda qilib insoniyat o'zining boshlanishidan agar zafar va utuqni xolasa, qanday qo'lga keltirgili bo'ladiganligi, navoda xor zabulluqni xolasa, qanday yo'lda mangadiganligining sirini bilib yetadi. Endi bir damlik bo'lsa-mu orqangizga burilib, insoniyatning boshlanishi haqidagi bu qiziqarli hikoyaning ba'zi nuqtalarini mulohaza qilib beqing. Alloh taolo farishtalarga xitob qilib, "Men zaminda xalifa yarataman" deydi. Buningdan Odam alayhissalomning dastlabida zamin uchun yaratilganligi ma'lum bo'ladi. Shunga bu yerda undaqda nima uchun uningga jannat ko'rsatildi, nima uchun bir daraxt harom qilinib, u orqali ozg'unlikqa mubtalo qilindi va zaminga haydaldi. Vaholanki azaldan belgilanib bo'lgan programmaga asosan u aslida zaminda xalifalik vazifasini ado qilishi uchun yaratilgan emasmidi degan savol kelib chiqadi. Mencha Odam alayhissalomni zaminning xalifaligini mangdura oladigan qilib tayyorlab chiqish uchun mushu tunji tajriba elib berilgan. Shu orqali Odam alayhissalomning ichki quvvatlari uyg'otilgan. Xatolashishni tajriba qildirib, uning natijasini ko'rsatgan. Ondan nadomat, xijolat, dushmanni tunish va Allohning tinch panohligiga o'tish qatorliqlarning yo'llari o'rgatilgan. Cheklangan daraxtning hikoyasi, shaytonning uni yegizish uchun qilgan vasvasalari, Odam alayhissalomning ahdisini unutib qolgandan keyin o'shini tepib olishi, nadomat, tavba, istig'for qatorliq bu xil holat va hodisotlarning hammasi har bir inson har doim boshdan kechirib turadigan ishlardir. Allohning rahim shafqati shuni taqozo qilganki, insonni xalifalik diyoriga tushirishdan ilgari uni shayton bilan bo'lgan uzun ham üzülmez kurashga tayyorlash uchun yuz berishi hayotning bir qismi bo'lgan bütün voqealarni tajriba qildirgan. Va bu tajribalarning uningga nisbatan nasihat ham ibratlik ochiq savoq bo'lib qolishini ko'zda tutgan. Amdilikda bu tajriba zodi qayerda qildirilgan? Odam alayhissalom bilan Havvo ona ma'lum muddat turgan yer zodi qaysi jannat edi? Farishta degan qandoq nima? Iblis-chu. Alloh ularga qandoq shaklda xitob qildi? Ular qandoq holatda javob qaytardi degan savollar paydo bo'ldi. Qur'oni Karimda tilga ilingan mushundaq so'zlarning hammasi
aslida faqat Alloh taolo o'zini biladigan sir hikmatlardan iborat bo'lib, ularning haqiqiy xarakterini va mohiyatlarini bilishning insonga hech bir manfaati yo'qligini hammadan xabardor hikmatlik Alloh yaxshi biladi. Shunga Alloh insonlarga ularning haqiqiy mohiyat xarakterini bilish iqtidori ato qilmagan. İnsan ularning mohiyatining tahtiga yetolmaydi. Chunki Alloh insonga dunyodagi xalifalikni mangdirishga ketarlikla idrokni ato qilgan. Bu idrokni g'ayibning mohiyatini bilishga ishlatgili bo'lmaydi. Hamda xalifalikni ado qilish uchunmi g'ayibning mohiyatini bilib yetishimizning hech qanday hojati yo'q. Shuningdek, Alloh insonga tabiat qonunini qanchalik miqdorda qanday bo'ysundirib bergan. Kainatning sirlaridan zodi qanchalik ilm bergan. İnsanning ko'ziga cheliqmaydigan zodi qanchalik g'ayib sirlari bor. Qatorliq bu ishlar haqida ma'lumotliq bo'lib ketishning insonga hech qanday zaruriyati yo'q. Garchi insonga shuncha nurg'un koinot sirlari ato qilingan bo'lsa-mu, yana inson bir ozdan keyin yuz beradigan hodisa voqealardan butunlay xabarsiz. Shuncha tayyor sharoit, uskunalarga va shuncha keng ilm vositalariga ega bo'lgan turibmi, bir ozdan keyin nimalarning bo'ladiganligini qat'iy bilmaydi. Hatto u shu topda elayotgan tiniqi oxirgi tiniq bo'lib qolamdi qandaq. Keyingi tiniqini ola olamdi yo'q. Buni mu bilmaydi. Mana bular g'ayib pardasining orqasida yushurun haqiqatlarning oddiygina bir misoli. Qisqartib aytganda, xalifalik vazifasini ado qilish uchun bu g'ayib ishlarining hech birini bilishning lozimi yo'q. Balki men shuni mu aytib qo'ya olamanki, navoda insonga ba'zi sirlar echib beriladigan bo'lsa, uning faoliyatchanligiga aksi ta'sir ko'rsatadi. Bundaq sir asrorlar qanchalik xil bo'lib, ular quyuq g'ayib pardasiga o'ralgan bo'ladi. Allohdan boshqa hech kim ularni bilmaydi. Shunga insonning aqli bu maydonga o'shiqcha urinib yurmasligi lozim. Chunki uningda bu maydonda qarg'i keladigan vosita, uskunalar yo'q. Qandaqli kishi bu maydonga kuch sarf qiladi ekan, uning butun tirishchanligi mag'lub bo'ladi. Natijasiz va unumsiz bo'lib chiqadi. Demak, insonning aqliga g'ayib olimiga oid ishlarni bilish iqtidori berilmagan bo'lg'achqa, nuqul tarsolik qilish sababidan g'ayib haqiqatlarni inkor qilishga haqqi bo'lmaydi. Chunki har qanday narsani inkor qilishdan ilgari u haqda to'liq bilim bo'lish lozim. Ammo g'ayibni bilish na inson aqlining ishi emas, na uning tabiati va faoliyat imkoni doirasiga kirmaydi. İnsanda onu bilib yetalaydigan vositami yo'q. Shundaqla aqlning uni bilishga ehtiyojimi yo'q. Uni bilish qandaqdir inson aqlining diniy vazifasimi emas. Ko'nilik bilan xurofiylikning intayin xatarlik ham ziyonlik ekanligini albatta e'tirof qilamiz. Ammo buningdan xatarlik ham ziyonlik bo'lgani insonning bilish doirasidan tashqari majhullarni inkor qilishi yoki tushunish qudratiga ega bo'lolmagan haqiqatlarni imkonsiz deb qarashidir. Agar biz ilm bilan ishonchga bundoq o'lchamni qo'yib oladigan bo'lsak, bu bir hayvoniy o'lcham bo'lgan bo'ladi. Go'yo insoniyat sezguga tayanib yashaydigan, hissiy doiradan halqib mutlaq vujud olamiga yuksalolmaydigan hayvonot mavqesiga tushib qolgan bo'ladi. Shunga eng yaxshisi biz bu g'ayib olimini o'z egasiga topshiraylik. Bizga faqat ham dunyodagi kundalik hayotimizning ham moddiy va ma'naviy jihatdagi tarbiyalanishimizning ehtiyoji uchun bildirilgan belgilik g'ayib ilmilar yetarlidir. Endi bu qissaning koinot va insoniyatga doir ba'zi haqiqatlar tarafga qaratgan, jumladan mavjudiyat olamining tasavvuri, ularning o'zaro bog'lanishligi, insonning tabiati va go'zallik bilan razillik o'lchami qatorliqlar tarafga qaratgan ishoralari ustida to'xtalamiz.
Chunki insonlarning hidoyati va manfaati dal mushu nuqtalarda saqlangan. Hurmatli qarindoshlar, ammo biz bu nuqtani, ya'ni bu qissada koinot va insoniyatga doir ba'zi haqiqatlar tarafga qaratgan, jumladan mavjudiyat olamining tasavvuri, ularning o'zaro bog'lanishligi, insonning tabiati va go'zallik bilan razillik o'lchimi qatorliqlar haqida berilgan ishoratlar ustida to'xtalgan mazmunimiz inshaalloh atiki programmamizda Alloh bizga umr bersa atiki naq maydondan tarqatadigan programmamizda yuz ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Hurmatli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq musulmon qarindoshlaringlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchunmi ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'shinglarni umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum.